Assalomu alaykum do'stlar. Bugungi videomizda YouTube orqali stream qilish, ya'ni PUBG o'ynab YouTube'da jonli efir qilishni o'rgataman. Hammada PUBG ilovasi bo'lsa kerak. Keyin Streamlabs degan ilova bor. Uni men uncha tushunmadim. Ozgina qiyin ekan, translyatsiya va boshqa narsalar. Shu uchun YouTube'da o'zidan jonli efir qilishni o'rgataman. Birinchi YouTube'ga kirib olamiz. Kanalingiz tasdiqlangan bo'lishi kerak. Bu uchun kanalingiz tasdiqlangan bo'lishi kerak. Bu yerda siz mani kanalim, bu o'zim kanalim. Bu obunalar, mana bu yerda plus tugmachasi bor pastda. YouTube'da birinchi bo'lib videosi tasdiqlanib o'tgan bo'lishi kerak. Mensa iloji yo'q, bilmaydi. Kirib olamiz. Telefon raqami bilan orqali tasdiqlash kerak YouTube'ga. Keyin 50 tadan oshiq obunachilik bo'lishi shart. Bu yerda jonliga kirib olamiz. Bu yerdan ruchkacha bor, ruchkachaga kirib auditoriyani tanlash degan. Auditoriyani tanlash. Bu yerda ha bolalar uchun yoki yo'q bolalar uchun bor. Bu yerda ha bolalar uchun deb qo'ysak, ko'proq kirishi mumkin. Keyin bu yerda birga jonli efir qilish, tavsif kiritish degan yozuv bor. Tavsif kiritish bu o'zingiz bironima, misol uchun UCD lobby yoki hokazo. Bu yerda screencast degan yozuv bor, mana pastda. Mana buni yoqamiz. Keyin o'yin nomini kiriting degan. O'yin nomini qidirish. Bu yerda PUBG Mobile stream qilmoqchimiz, shuning uchun Public Battleground. Mana bu yerda Battleground degan yozuv chiqadi. 2017 eslardan chiqmasin. 2018 PUBG Mobile tanlab yormayli yana. 2017 dan ustun bosamiz va bu yerda Battleground mana pastda chiqdi. PUBG Mobile. Keyingisini bosamiz. Ok tugmachasini bosamiz. Ko'rib turganingizdek mana bizda jonli efir tugmasi chiqdi tepada va pastda o'zimning videom, ya'ni oldin kamera yozib oladi ham PUBG ni ham YouTube'da jonli efir qiladi. Tepada bizda jonli efir tugmasi chiqdi. Shuni bosib olamiz. Bosdik. Va bizda jonli efir yondi, ya'ni YouTube'da ham o'zim ko'rinaman, ham PUBG ni o'ynayotganim ko'rinadi. Xo'sh, endi biz PUBG ga kirib olamiz. Bu juda ham oson. Ozgina muammo bo'lyapti YouTube bilan. Sizlar xavotir olmanglar, sizlar bu muammo bo'lmaydi, chunki men hozir ekran yozuvi yoqqanim uchun ozgina muammo bo'lyapti. Xo'sh. Mana PUBG ga kiryapti. Jonli efir yoqilgan. Yana muammo bo'ldi ozgina. Sizlarda bu muammo bo'lmaydi. Xo'sh, mana PUBG ga kirib oldik. Ko'rib turganingizdek, hammasi joyida. Podpiska va like tugmasini bosishlardan chiqmasin. Keyingi videolarda bundan ham yaxshiroq video chiqarishga harakat qilaman.